O'zbekim, do'stlarim. Bugun udarlardan hammasini ko'rsatasiz. Siz baba, keltiring bo'ldi. Endi beni har doim trenovaga qilib yuribsiz, to'g'rimi? Endi baba birinchi qiz olamiz baba. Qizi bo'lamiz, ha? Birinchi qiz olamiz. Tak. Bu sizlarga ham tegishli. Birinchi qiz olmasa bo'lmaydi. Yaxshi qiz bo'ladi. Shef, sal tezlashtiring. Ko'paytiring. Bosuring. Normalmi? Men hazrat edim, bosuring. Normalmi? Bosuring. Endi bir yaxshi mochni qizib oling. Qizib olganingizdan keyin ana yerga galter ko'paytirishlar bor. Mana bu qanotlaringizni 60 qo'yish kerak. 60 ga? 60 ga qo'ying. 60 qiling. Bo'yni qachonga belgilasak bo'ladi? Bo'ydimi? Ha, bo'yni qachonga belgilaymiz? Bu bolani do'q yetmayapti. Bu yetmayaptimi? Bak. Tezlashtiramiz. Baba, Ha, mana bu ko'ryapsizmi? ha. Men uchun spesialniy qo'yilgan. Mana shu. Tagidaga qo'yilgan sizga birinchi. Ha, menga qo'yilgan. Ha? Hammaga assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Jigarlar, bugun Kichkintoyda trenirovkasini bir xabar olish uchun keldim. Kichkina bir vlog tayyorlayman. Bratishkamiz Wellness Fitnessda tayyorlanyapti ekan hozir. Xullas, bobo bilan atdushe trenirovkalarni qilyapti. Hozir kirib trenirovkalar qanday bo'lyapti sizlarga ko'rsataman. Albatta, Wellness Fitness klubiga adden rahmat aytib qolamiz. Agar yoshlar shug'ullanmoqchi bo'lsalar, Wellness Fitnessga pryamoy kelaverasizlar. Bizni salomimizni aytsalarni skidka qilib beradi. Kichkintoy bu yoqda ekan do'stlar. Hozir suhbat qilamiz. Bu orada aytaman do'stlar, videoroliklarni Instagramlarga, TikToklarga kesib olib, ana bu Xazbek bilan Abdurozek yana bir ikkitalarga atmetka qilib jo'nataverasizlar, videorolikka like bosib, Kichkintoyni motivatsiyasini kuchaytirish uchun kommentariyani 5 tadan 10 tadan yozinglar. Yomon emas. Hormanglar. Kelganimni ham bilmay qoldingiz, opa. Assalomu alaykum. Ko'rgansiz? Kichkintoy, qalay, bizni baya salom aytib qo'ying bizning kanalga. Bo'rilar makoni biradanlarda. Salom o'zbegim. Qanday bo'lyapti shug'ullanib? Salom o'zbekam, bezadi. Tak, trenirovka zo'r, zakon mana ketyapti. Ha, bo'y yetmagandan olib kelib qo'ydim. Bu spesial o'zi uchun qo'yilgan ekan bu narsa. Qalay ketyapti jigar shug'ullanish? Ana ikkalasidan javob qaytdimi? O'tirib qoldi ular. Duxiga o'tirib qoldimi? Hozir bor Instagram, Telegram yulduzlari falonlar, vashchi gruppalarda bor. Sizda videoroliklari shunday turibdi-da. Atmetka qilinganda ko'rdi ular. Ko'rdi. Siz o'zingiz ham sezyapsizmi? Ha, sezyapman. Nima? Duxga o'tirib qolgan aniq. Duxiga o'tirib qoldimi? Javob qaytara olmayapti. Yo'q. Hozir men trenirovkalaringizni yana qo'yaman bor, vashim chichib yoradi javob. Nima qilish endi plan qanday bo'ladi javob qaytsa? Agar plan qaytsa, agar davay desa maydonga tushib hal qilamiz. Borish niyat bormi, kelishmi ular? Borish ha? Birinchi Boraman vatan uchun. vatan uchunmi? Ay jonidan vatan uchun degan gapiga vashim yorvorladi. Kechanda videoroligimiz ham vatan uchun degan gapiga 1200 ta kommentariy yopti. Bugun ham bosib tashlanglar. Bobo, qanday charchash bo'lmayaptimi sizda? Zo'rmi? Charchatib tashlaydilar yoshlar. Ha. Qoni qaynoq. Hech qanaqa narsa qo'ylarini, shashliklarini yeb, alpomish avlodlardanman deysiz-da. Surxonda tandirlaridan yeb bu zakonmi? Ha? Charchamayman. Men ham 1-2 soatmi qidirib topib keldim bu fitness klubda. Shkarniy joyda tayyorlanasiz ekan siz faqat a? Mana shu salim bo'ladi. Qanday kechanda bog'da qiynalmadingizmi? Bog'da qiynalganim yo'q.
Bobo buni trenirovkasini 2-3 kundan beri o'zingiz qilyapsiz-da. Keyinchalik professionalga berasizmi? Bo'y aniq bo'ladigan bo'lsa? Bo'y aniq bo'ladigan bo'lsa. Endi siz hozir jaydaricha qilyapsiz-da, quloqdan tishlab, tepib tashlaydi. Yo'q. Jaydarichasiga bu shapotisini berib ag'daradi, bo'ldi. Yo'q, shundaymi? Aytib qo'ying bitta. Bunga. Narigi berib qo'ying. Mana qo'l bilan bitta berib ko'ring, qani bunga buni o'ziga. Shapat. Va qaranglar do'stlar, meni urolmayapti, qazbeklar qanday urasan? Nima deyapti? Yo'qda. Tuxbon. To'g'riga qarang. Ko'zga qarasangiz yo'qda, u achtiradi, chirlatadi. Quloq qo'rdi-yu. Gap yo'q, mujik. Oxirgi marta kimdan shoplaq yeganimni eslolmadim. Yaxshi-da, gap yo'q. Qanday bo'lyapti? Ana endi. Menga qaranglar. Xudo xolasa javob qaytsa, ana endi nima qilamiz? Buyoqda. Javob kelsin, javobga qarab ish tutiladi endi. Ha? Internet portlatdi, lekin bir martasiga. Internet portlab yotibdi shunday gap. Gap yo'q. Do'stlar, trenirovkasini hozir qoldirmaymiz. Davom etadi. Xullas, videorolikni boru tarqatib tashlaymiz. Tarsillatib. Qazbekni, Ayoq bilan. Asqat Tamayevni, Abdurozovni atmetka qilib jo'nataveradi. Ko'rdi ular. Liboy insonda atmetka qilgan, даже men blogerman. Meni atmetka qilgan odamni men bittada ko'raman. Bulbulni ham ko'rdi. Просто qandaydir arantirovkasini ola olmayapti-da ular. Ko'rsin videoroliklarni. Ana undan keyin o'zlari bir javob qaytaradi. Lekin men shu balo uchun addusha tikaman men. Duh baland O'zbekning bayrog'ini ko'tarish uchun ham chiqadi bu. Gap yo'q. Xullas do'stlar, videorolikni tarqatamiz, kommentariyani ko'paytiramiz. Jigarimizni trenirovkasini tomosha qilamiz. Xayr. Taydan. Oh. Endi bitta narsa. O'zbek shapotisini ko'rmoqchimizlar. Qani qanday jaranglar ekan. O'zbek shapotisidan ko'rsating qani. Oh. Yo'q. Menga qarang, sizda o'zi bor-ku. Kelib turib, Qazbek kelib turib, qani o'zbek shapotini ko'rsat menga desa, bitta shapotini ko'rsatib bera olasizmi? Qazbek, men shapatni yeng kelyaptimi? Davay. Ayoqdan tort. Tortish kerak ayoq. Ayoq torting o'zingizga. Davay. Ras. Ayoq torting yana. Davay. Davay. Yana bir. Davay. Ayoq tortamiz. Endi anjumanda qilamiz. Короче, hozir ves ganyat qilamiz. Endi veslar to'g'ri kelishi kerak. Endi bizlar hozir bo'yini, vesini tekshiramiz. 2 3 4 5 6 7 Do'stlar, bizlar hozir mana shu wellness fitness klubida bizlar ikkinchi etajda. Sharoitlari juda ham go'zal, do'stlar. Обязательно kelib mana trenovka qilsalaring bo'ladi. Bizni mujigimizga mana shu yerda trenovkani besplatno qilib bergan, mana shu yerdagi fitnessni qurib qo'ygan, kontrol qilayotgan akalarga adbushur rahmat sizlarga. Xullas do'stlar, agar ko'ramiz, agar hozir o'sha Habibning jiyani sviyazi bor bolalar chiqishdi. O'sha videolarni ko'rishyapti, deyishyapti. Может быть, o'sha bugun erta atvet qilib qolish kerak, ya'ni reaksiya qilish kerak. Yo kelishadi, yo boramiz, xudo xolasa. Beg'ini gazini berib turasizlar. Davay. Endi ancha-muncha charchab qolgandirsiz. Bugun yetarli. Ishlarim ko'p deyapsiz. Bugun damda olamiz. Agar gaplaringiz bo'lsa, mana kameraga o'tib bemalol gapirib olavering. Qazbek. Ko'rdingiz qo'yganim, duxga o'tirib qolgan bo'lsa kerak, mana ikkitasi yozma ham qoldi. Duxga o'tirdi ular. Duxga o'tirdi deysizmi siz o'sha trenovkalaringizni ko'rib? Trenovkalarni ko'rib, duxga o'tirib qoldi. Shuning uchun atvet qila olmayaptimi? Atvet qilib qolsa-chi bugun erta? Atmet qilib qolsa, boramiz oldiga. Yo chaqiramizmi? Boramiz. Atvetiga qarab ish tutamiz, ha? Ha. Bo'ldi.
gazini bosamiz o'zbekim.